Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisizlar, tushmisizlar, charchamayapsizlarmi? Hop, bugungi darsimizda sizlar bilan biza iliq auditoriya yaratish, ya'ni bizlar bilan qanaqadir hodisalarni amalga oshirgan, hodisa deganda bizani profilga kirib ko'rgan qachondir. Bizaga SMS yozgan, bizaga like bosgan, bizlar bilan qanaqadir yaqinligi bor odamlarni topishga harakat qilamiz va bizlarga juda ham yaqin bo'lgan odamlarni topishga harakat qilamiz. Xo'p, buning uchun biz auditoriya bo'limiga o'tamiz. Auditoriya bo'limida aytganimizda 3 xil auditoriya turi bor edi. Saxiyoniy orqali biz sovuq auditoriyani yaratdik. Endi bizga bo'lib yaqinroq, bizani taniydigan, bizga aytgan yaqinlashgan auditoriyani topish uchun пользовательский auditoriyadan foydalanamiz. Xo'p, пользовательский auditoriya bu nima? Bu bizlar bilan qanaqadir yaqinligi bor odamlarni topish. Topish deganda, misol uchun sizga oxirgi 7 kunda SMS yozgan odamlarni topmoqchisiz. Ya'ni oxirgi 7 kunda sizga 100 ta odam SMS yozgan va shu 100 ta odamni olib, 100 ta odam uchun reklama yoqmoqchi bo'lsangiz, mana mana shundan qilasiz. Xo'p, bu yerda aytganimdek funksiya ko'p. Buni to'liq tushuntirib berishim uchun 10 minutcha vaqt ketib qoladi. Men asosan ishlatiladigan instrumentlarni ko'rsatganim yaxshi. Xo'p, veb-sayt tanlasak, bizga piksel kerak bo'ladi. Ya'ni bizda hozir pikselimiz yo'q. Ya'ni pikselli datalar orqali, ya'ni ma'lumotlar orqali bizning saytga kirib ko'rgan, nimalarimizni ko'rgan, tovarlarimizni ko'rgan, покупка qilmoqchi bo'lgan odamlarni topishimiz mumkin. Xo'p, yana bor. Spis klientov, ya'ni bu orqali biz nima qilamiz? Agar bizda ma'lumotlarimiz bo'lsa, mijozlarimizdan telefon raqamlari bo'lsa, shu yerga kiritsak, biz shu orqali biz shu mijozlarimiz shu nomerlarga Instagram yoki Facebook ochgan bo'lsa, ularni topishimiz mumkin va aynan o'sha odamlarga reklamamizni ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda video bo'limida kiramiz. Bizani videolarimizni 3 sekundini, 10 sekundini, 15 sekund, 25, 50, 75, 95% ni ko'rgan insonlarni topishimiz mumkin. Misol uchun tushuntiraman. Videoim bor 30 sekundlik. Kamida 30% ni, to есть 30 sekundlik video bo'lsa, kamida 15 sekundini ko'rgan odamlarni topmoqchiman. Ya'ni men bitta video belgilayman hozir. Xo'p. Misol uchun mana bu videoim bor, profilimni tanladim, stranitsa Facebook yoki Instagram akkauntimdagi. Mana misol uchun Instagram akkauntni tanladim. Instagram akkauntimdagi mana bu videoimni tanladim. Mana shu videoni 30 sekundlik video bo'lsa, kamida 15 sekundini ko'rgan odamlarni topishim kerak. Tanladik. Necha kun ichida, oxirgi necha kunlikda ko'rgan? Ya'ni 30 kunda. Bugun misol uchun 1-iyun desak, oxirgi 31 oy, ya'ni may oyida shu videomni 30 sekundni ko'rgan insonlarni, to есть 15 sekundini ko'rgan insonlarni topaman. 50% video. Shu odamlarni topib beradi. Va zaполнение ketyapti, ya'ni bu yerda hozir auditoriya tayyor emas. Bu auditoriya готов bo'lgandan keyin ishlatishimiz mumkin. Hozircha auditoriya tayyor emas. Keyingisi yana bor. Bu akkaunt eng kerak ko'p ishlatiladiganlari. Akkaunt Instagram. Agar sizlarga boshqa maqsadlar ham kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, tushunmayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysini tushunmayapsizlar, qaysi kerak. Shunga qarab men alohida qilaman. Chunki bu yerda ko'rayotganinglarda 13 ta yo'nalish bor. 13 tani hozir bitta ochib ko'rsam, kamida bir 15-20 minut yana cho'zilib ketadi. Qiziq ham bo'lmay qolishi mumkin video. Shunga men eng keraklari ko'p ishlatilganini ko'rsatib beraman. Bu akkaunt Instagram, ya'ni bu bizning Instagramga kirdik. Mana profilimga oxirgi o'sha 30 kunlik deydi. 30 kunlikda biz ham действие qilgan odamlarni ushlashim mumkin. Ya'ni menga kirib, profilimga kirgan, SMS yozgan, like bosgan, mana shunga o'xshagan odamlarni topishim mumkin. Yokida
men o'zimni obunachilarimni topishim mumkin. Faqat men obunachilarimni yig'ib olishim mumkin. Yokida meni profilimga oxirgi 30 kunlikda kirganlarni yig'ishim mumkin. Yokida meni qaysidir postlarimga like bosganlarni yig'ishim mumkin. Yokida menga SMS yozganlarni belgilashim mumkin. Bo'lmasa meni qaysidir postlarimni saqlab qo'ygan odamlarni yig'ishim mumkin. Misol uchun oxirgi 30 kunlikda menga SMS yozganlar deylik 30 deymiz. Mana bu profilga oxirgi 30 kunlikda orqaga sanaymiz. SMS yozganlar. deb saqlanib qolgan bo'lsak, hop. Bo'ldi. Mana. Tanlash boshlandi, ya'ni biz oxirgi 30 kunlikda bizga SMS yozgan odamlarni tanlab topishimiz mumkin. Xo'p, bu qolgan maqsadlar ham xuddi shunaqa. Ya'ni siz bilan bog'liqligi qaysi yo'nalishlarda bo'lgan bo'lsa, shunaqa odamlarni topishingiz mumkin. Xo'p, bu sizlarga iliq auditoriyalarni topish uchun instrument bo'ldi. Ya'ni sizlar iliq deganimda ko'rasizlar, sizlarga SMS yozdi, nima uchun yozdi? Sizlarga qiziqqani uchun yozgan. Va ularga sizlardan sotib olish ehtimoli bor. Siz aynan o'sha sotib olish ehtimoli bor bo'lgan odamlarni bu orqali topasizlar. Endi yana zo'r bitta funksiya bor. Bu похожая auditoriya deyiladi. Ya'ni похожая auditoriya bu nima? Siz hozir oxirgi 30 kunlikda sizlarga SMS yozgan odamlarni topmoqchisizlar. Lekin o'sha odamlarga o'xshash odamlar yana Instagram, Facebookda bor. Ya'ni xulqi jihatdan, qiziqishlari jihatdan, demografik qiziqishlari jihatdan aynan o'sha odamlarga o'xshagan odamlar bor. Xo'p, shunda biz shunaqa odamlarni, ya'ni bizga SMS yozgan odamlarga o'xshash, ya'ni bizning mahsulotimizga qiziqgan odamlarga o'xshash odamlarni topishimiz mumkin. Shunda misol uchun men videomni ko'rgan odamlarga o'xshash odamlarni topmoqchiman. Shuning uchun birinchi istochnik, ya'ni manba qilib belgilayman. Kimga o'xshash odamlarni qayerdan topib beryapti, ya'ni topib berish hududida bu aynan Toshkent yoki Samarqand, Buxoro bo'lmaydi. Butun O'zbekistondan qidirgan deyman. Endi ko'rsanglar bo'ladi, botda выберите размер auditoriya. Bu protsent qancha kattalashgan sari auditoriya hajmi kengayib boradi. Ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, siz bu protsentni ko'targan saringiz auditoriya hajmi kengayadi. Sizga SMS yozgan odamlarga o'xshash bo'lgan odamlar katta protsent bo'lsa, kamayib ketadi. Ya'ni aynan sizga SMS yozgan odamlar emasda, endi shu odamlarga o'xshashroq odamlar qo'shilib boradi. Qancha protsent katta bo'lsa, shunchalik uzoqlashadi. Ya'ni shuning uchun sizlarda budjet kamroq bo'lsa, endi buni ham alohida bitta darsdek qilsa bo'ladi, lekin oson tushuntirib beraman. Budjet kamroq bo'lsa, sizlar 1%, 2% gacha ishlatsangiz bo'ladi. So'zlash auditoriya qilsak, bunda bizda nima bo'ladi? Ya'ni zaполнение boshlanadi. Ya'ni auditoriya tayyorlash vaqti boshlandi va u qachonki gatov bo'lsa, keyin ishlatishimiz mumkin. Похожая auditoriya shu. Men yana aytaman, pastda link qoldirdim. Link orqali bemalol sizlar kirib, nimada nazariy qismini ko'rib o'qib chiqsanglar ham bo'ladi. Hammasi o'tda yozilgan. Ya'ni bularni o'zi top, move, both, top of funnel, middle of funnel va bottom of funnel qilib bo'lib chiqqanman. O'shalardan ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni воронка tizimida bo'lib hammasini ko'rsatib berganman prezentatsiya orqali. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.